Assalomu alaykum. Quyidagi chiziqsiz programmalashtirish masalasini gradient usulida yechamiz. x1 plus x2 kichik yoki teng 8, x1 ko'paytirilgan x2 katta yoki teng 1, x1 katta yoki teng 0, x2 katta yoki teng 0 shartlarini qanoatlantiruvchi f funksiyani, ya'ni 4 plus x1 minus 3 ning kvadrati plus x2 minus 4 ning kvadrati funksiyani minimal qiymatini topamiz. Gradient usulida yechishni umumiy sxemasini keltiramiz. Birinchi, cheklov sistemasining yechimlar ketma-ketligi x0, x1 va hokazo xk va hokazolar topiladi. Dastlab x0 yechim tanlab olinadi. Qolganlari esa quyidagi formulalardan topiladi. Ya'ni xk plus 1 teng xk plus lambda nabla f, ya'ni gradient, f funksiyani gradienti, lambda bu yerda katta 0, agar f funksiyani maksimal qiymati topiladigan bo'lsa. Xk plus 1 teng xk minus lambda f funksiyani gradienti, lambda bu yerda katta 0 dan, agar f funksiyani minimal qiymati topiladigan bo'lsa. So'ngra x0 nuqtadagi nabla f0, ya'ni gradientni hisoblaymiz hamda undan so'ng x1 nuqtadagi x1 nuqtani koordinatasini topamiz. Undan so'ng f1 funksiyaning gradientini x1 nuqtada hisoblaymiz va ularning skalyar ko'paytmasini 0 ga tenglashtirib lambdani topamiz. Quyidagi yuqoridagi masalani yechamiz. Demak, dastlab f funksiyani gradientini hisoblaymiz. Bu teng bo'ladi 2x1 minus 6 2x2 minus 8. Cheklov shartlarini qanoatlantiruvchi x0 nuqtani tanlab olamiz. U 1 u 1 bo'lsin. U holda bu nuqtadagi f funksiyaning gradienti teng bo'lyapti. Demak, 2 ko'paytiruv 1 minus 6, 2 ko'paytiruv 1 minus 8, bu teng minus 4 va minus 6. Endi x1 nuqtani topamiz. Ikkinchi formuladan foydalanib, demak 1 u 1 minus lambda minus 4 minus 6. Bu teng bo'ladi 1 plus 4 lambda hamda 1 plus 6 lambda. Endi bu nuqtadagi nabla f1, ya'ni gradientni hisoblaymiz. Bu teng 2 ko'paytirilgan 1 plus 4 lambda minus 6 hamda 2 ko'paytirilgan 1 plus 6 lambda minus 8. Bu teng bo'lar ekan 8 lambda minus 4 hamda 12 lambda minus 6. Endi nabla f0 ko'paytirilgan nabla f1 skalyar ko'paytmani 0 ga tenglashtiramiz. Ya'ni nabla f0
nabla f1 teng minus 4 minus 6 ko'paytirilgan 8 lambda minus 4 hamda 12 lambda minus 6. Bu teng bo'ladi. Minus 4 ko'paytirilgan 8 lambda minus 4 minus 6 12 lambda minus 6 teng 0. Bundan minus 16 2 lambda minus 1 minus 36 2 lambda minus 1 teng 0. Bundan 2 lambda minus 1 teng 0. Bundan esa lambda barobar 1 taqsim 2. Endi nabla f1 ni lambda 1 taqsim 2 ga teng bo'lganda hisoblaymiz. Ya'ni 8 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 minus 4 hamda 12 ko'paytiruv 1 taqsim 2 minus 6. Bu teng 0 0. Demak, f funksiyamiz optimal qiymatga ega ekan. Masalamiz demak bir qadamda kelib chiqdi. Lekin umumiy holda bu qadamlar soni juda ko'p bo'ladi. Agar bunday holatda optimal qiymatni taqribiy hisoblashga to'g'ri keladi. Ana endi x1 nuqtani koordinatasini topamiz. Lambdani o'rniga 1 taqsim 2 qo'yamiz. Bunda 1 plus 4 lambda 1 plus 6 lambda. Mana shuni lambda 1 taqsim 2 dagi qiymati teng bo'lar ekan 3/4. Shunday qilib berilgan masalamiz f minimum f 3/4 nuqtada 4 ga teng bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.